Do'stlar, yana bir fayzli xonadonimizni tungi funjlarimizni o'z yakuniga yetkazmoqdamiz. Biz bu xonadonimizning ichkari shapka qismlarini, past shapka qismlarini hamda pastdagi shapka qismlarimizni, robotxonamizni, ko'cha shapka qismlarini tungi funlar qilib berdik. Do'stlar, tungi fundan tashqari bu xonadonimizda tarnovlar ustunkalar qilib berilgan hamda ko'cha tomonlarimizga turbalar bilan birgalikda bu xonadonimizga tungi fonning kvadratiga hisoblaganimizda 155 kvadrat atrof tungi fon ishlatdik. 19 metr tarnov, 25 metr turbalar bilan birgalikda. Shuni bu xonadonimizga 23 million so'm atrofida pul ketmoqda aziz do'stlar. Ko'rganlardek juda ham chiroyli, skromniy fasondagi tungi funlarimizni qilib bermoqdamiz. Oq rangli tungamiz bilan mokriy matoviy tungamizdan foydalanib, xuddi shunday skromniy fasondagi tungi funlarimizdan qilib bermoqdamiz. Hozir ustagalarimiz robotimiz tepa shapka qismlarida tungi funlarini olib borishmoqda. Mana aziz do'stlar, shu joylarimizda tungi funlarimiz qoldi. Inshaalloh bu xonadonimizda ham pastki tungi funlarimiz o'z yakuniga yetdi. Sizlarga ham shunaqa sifatli tungi xizmatlar kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tilgan nomerlarimizga aloqaga chiqib, buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Inshaalloh keng xonadon sizlarning ham bo'lishi mumkin.